Assalomu alaykum YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Biz hozir Toshkentga kelganmiz. Ustakalarimiz, Rishtoli o'zimiz ustakalarimiz bu joyga kvartira remontlariga chaqirtirishgan. Xudo xolasa, birma-bir obzor qilib chiqamiz. Nima xizmatlar bo'lgan? Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Yaxshimisiz? zo'r ishlaringga ko'rib, lekin tan berdim. Hozir bitta biz obunachilarga tanishtiraylik. Misol uchun, kimdir uyini remont qilmoqchi, hozir o'zi bahor keldi, hamma to'y-to'ychiq qilmoqchi yoki boshqa narsa qilmoqchi. Bitta obzor qilib chiqaylik, bo'lmasa ko'rsatib chiqaylik. Narx-navolarni yetib chiqsangiz, xudo xolasa, barchaga manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa ishlarimizni, aboylarimizni narxlarini aytsak, 60 mingdan 100 minggadir. Tayyor devorga shpakilovkadan boshlanib, aboyimiz 100 minggacha tortiladi. Xo'p, shunda 100 minggacha desangiz, mana bu narsalar qanaqa bo'ladi aka? Bu narsalar 100 mingning ichida bo'ladi. Dekorativlarida va taraqlarni ichiga qo'shamiz hammasini. Hammasi ustunovkasi o'sha ichida 100 ming so'm. Devorimiz 100 mingga kirib ketadi. Zo'r aka. Undan tashqari yana qanaqa xizmatlaring bor? Bizlarda ham zo'r o'rnatibsiz lekin elektromontajlarimiz bor. Buni bira deyiladi. Biralarni ham o'zlarimiz ustunovka qilganmiz. Bularda ham bu mягкий mebel degan joyi, shunga bu yopishtirilmagan. Shuni hisobiga bu yerda bo'sh tashlab ketganmiz. Yonda taroqlari, bu kabellarimizga keladigan bo'lsak, kabellarimiz divanga tagiga podsvetka bo'ladi. Shu podsvetkaga ulangani tashlab ketilgan. Divanga podsvetka bo'ladi, o'sha hisobiga u kabel chiqarib ketilgan. Bu televizionni zonamiz, televizion zonamizga bitta montaj qilingan. Dekomatik yozib pishirilgan, taroqlari yonida. Lyustralar ham yo'q bo'ladi. Lyustralar. Hozir qanaqa gipsokarton, ha? Yo'q, tevamiz natujniy patolog qilingan. Bu lyustralarimizni podsvetka hamma yo'qdan o'zimiz qilingan. Podsvetkamizni bu yerdan yoqamiz, xudo xolasa. Bu mana elektromontajda hammasi bo'lingan, podsvetkalar yonadi. Bunga keladigan bo'lsak, bunimiz toplipolga tashlab ketilgan. Toplipolimizga mana отдельный qaysinga ulanishlarni hamma yo'q ko'rsatib ketiladi. Shuning ichida bizga eshik xizmatlari ham bor. Eshikda ham o'zlaringiz ustunovka qilamiz. Hamma yo'qlarini daborlarigacha hamma yo'qlar ustunovkalar ichida, xudo xolasa, отдельный bir donasi 300 mingdan ustunovka qilinadi. Eshiklarimiz. Endi bu faqat Toshkent hududidami yoki o'zimiz tomonda, vodiy tomonda vodiy bo'ylab ishlayveramiz aka. Xudo xolasa, agar aloqaga chiqadigan bo'lsang, akalarimizning xizmatini ko'ryapsizlar. Bu yotoqxona ekan-a? Bet katta spalni deyiladi. Katta spalni. Spalnimiz. Bu xonadonimiz necha xona o'zi общий? Bu xona 2 xona bo'lgan, 3 xona qilindi. Shunda bu tomonimiz detskiy bo'lingan, detskiy xona qilindi. Ba'da detskiy xona. Detskiy xonamiz. Bet zal. Tushunarli. Detskimizga ham hamma yo'q o'sha texnikalari kelgan ekan, polni. Dekomatiklar qilingan, biralar qo'yilgan, lyustralar, podsvetkalar hamma yo'g'i bu tomonda ham detskiga moslanilgan. Zo'r. Endi bu zonamiz kuxinni zona. Bu yerga mebelga joy tashlab ketilgan, spesialniy, mana kafel bo'lingan. Bu yerda kafelda bu tomonga gaz plita qo'yiladi. Bu yerda mebel polni aylanib, mebelni hisobiga tashlab ketganmiz joylarni. Zo'r aka. Radiatorlar bu. Radiatorlarimizni hamma yo'qlarni o'zimiz qilganmiz. Santexnik ishlari. Universal hamma yo'q o'zi qilgan. Akalarimizga universal ustalarga like bosib ketinglar. Hamma yo'q o'zimizda. Biralarda ham boshqachasidan har bir xonaga zo'ridan tanlangan ekan, xudo xolasa. Lyustralarni o'zimiz qilamiz. Elektromontajlari hamma yo'q ichida. Xudo xolasa ish bo'lib qolsa agar elektromontaj podключ polni qilinaveradi. Agar uyda misol uchun yomon holatga kelib qolgan uyda yoki kvartirani hovlini sizga berishsa, mana deb dogovor qilib, xudo xolasa, 0 dan 100% gacha 100% qilinaveradi. Mebel-sebellarni ham polni o'zlaringiz jihozlab bergan, dizayn qilib deydigan bo'lsa, qilaveramiz, bunaqalarni ham qilaveramiz. Unaqa ham bo'laveradi. Bu ishlarni ham qilaveramiz. Xo'p, bu tomonda zo'r aka. Bu oyoqdagi nima bu? Kafelmi bu? Laminat bosganmiz bu yerga. Laminatni ham choksiz qilib yuboribsizlar-da. Kafel qilib yuboribsizlar pashti. Kafelga o'xshatib chiroyli. Buni tagida hozir to'plipol, ha? To'plipol o'rnatilgan, ikkita betga elektronniy to'plipoli bor. To'plipolga mana o'shanga kabellar chiqarib qo'yganmiz. Elektronniy to'plipoli bor. Zo'r aka. Undan tashqari aka, hammomlarni ham bitirib bergansizlar, chiroyli qilib. Hammomlar kafellarigadir, kafellarigadir, hamma yo'qlarni ustunovkalar o'zimizdan chiqqan. Zo'r, podsvetkalar bilan lekin boshqacha chiqibdi aka. Zo'r, kafellarda ham ichida urib yurasizlar. Misol uchun kafelni kvadratdan qancha urasizlar aka? Kafel kvadrati 100 ming so'mdan urilyapti. Kafelni kvadrati 100 ming so'mdan. Zo'r aka, chokiga chiroyli bo'lib tushdi. Akalarimizni ishlariga like bosib ketinglar. Xudo xolasa akalarimiz o'zimiz Rishtonimizdan butun vodiy O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa
kelishilgan asosda xizmat ko'rsatishaveradi, lekin vodiyda bo'lsa yana ham yaxshiroq bo'ladi. Zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Akamizni nomerlarini pastga qo'yib qo'yamiz. Aloqa etsalar ishlaringni o'ta ham sifatli bo'lgan darajada o'ta mo'tadil qilib bitirib berishadi. Like bosib, obuna bo'lib ketish, shu videoni maksimal tarqatish esdan chiqmasin.